CrossFit faqat qanaqadir yuk ko'tarish deganimi? Butun dunyoni bilmayman-u, lekin mana shu qo'shni davlatlardan oladigan bo'lsak, hech qaysi davlatda prezidenti o'zi CrossFit haqida gapirmagan. Dunyoda maxsus jihoz va infratuzilma talab qilmaydigan intensiv sport mashg'ulotlari, ya'ni CrossFit ommalashyapti. CrossFit degani bu nima degani? Yugurish, sakrash, egilish, turnikda tortilish, O'zi kachok bo'lish kerakmi odam? Kiyimlar chiroyli ko'rinadi, muskul massangiz ko'p bo'lsa, immunitetingiz yuqori bo'ladi, metabolizmingiz baland bo'ladi. Shtanga ko'tarib, bu Muammo. ayollik tarafdan qanaqadir jarohat olgan unaqa. Farzand ko'rishiga yomon ta'sir qilganini men yoshga kelib ko'rmaganman. Aksincha, Bu mutaxassisni tanlashda nimalarga ehtiyot bo'lish kerak? O'zi murabbiylarimiz qanaqa, yetarlimi? murabbiylar ijodkor bo'ladi-yu, shoira. Bu ham shunaqa ish, ishonsangiz. Har 4 yilda biz ham murabbiylikka nima topshiramiz? Imtihon topshiramiz. Endi siz davlat idorasida ishlaysiz, to'g'rimi? Endi mana xususiy sektorda Belida yo boshqa joyda grijasi borlar. Beli qiyshayib qolgan. Mana shu qiyshayib zinadan zo'rg'a tushib kirdi. Nima gap o'qiyapsam, 3 ta grija bor ekan. Bitta 14 mm qarang, 14 bu почти 1,5 sm degan. Albatta CrossFit qilmadi. 1 oyga abonement oldi. Keyin abonement olmadi. Shundan esimda qolib ketdi, ushta u bola 1 oyda yaxshi bo'lib ketdi bu. Og'ir ko'tarsa bo'y o'smay qoladi degan gap. Yomon mif. to'g'ri ovqatlanish, mana aytilayotgan mahsulotlarning aksar qimmat. Unaqa katta summa emas. Endi ras finansiy imkoniyati yo'qmi? Tuxum, tovuq grudinkasi yoki tovuq go'shti 42 ming, 43 ming kilosi. Eng oqsilga boy joyi bu ko'kragi bo'ladi, tovuqning grudinkasi. Chiqamizda to'g'ri duch kelgan 10 ta magazinga podrяд kirib chiqamiz. Qanchagina produkt, oqsilga boy produkt, mahsulot bor shu do'konlarda. Juda ham kam. Oqsil topa olmaysiz. Lekin qarasangiz, uglevod, hamma o'sha bistri uglevod, shirinli, yog'li, shirinli, GMOli narsalar to'la. Muammo shundaki, birdaniga katta nastroylar qiladi-da. 2 oyda ozamanmi, 1 oyda ozamanmi? Protein 40 dan keyin juda ham foydali o'zi odamga. Men o'zi ota-onamga o'zi maslahat beraman-da, ichib yuringlar deb. Murabbiylar tayyorlashda mana qiziqqan odamlar bo'lishi mumkin, viloyatlarda biz ko'rib turgan. Ular ham qanchadir kursda o'qib, shu bo'yicha mutaxassis bo'lishi mumkinmi? Funksional ko'p kurash federatsiyasi bor. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mazza qilib CrossFit haqida gaplashamiz. CrossFit bo'yicha trener Xondamir akani taklif qildik. Xondamir aka og'ir atletika bo'yicha oliy toifali murabbiy, qolaversa Cross Lifting klub asoschisi hisoblanadilar. Xush kelibsiz Xondamir aka. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Va jurnalist do'stimiz Musulmonbek, Daryo'z muxbiri. CrossFit sport turi qisqacha aytsak, o'zi o'sha Amerikadan kirib keldi. Amerikada birinchi musobaqa 2007-yilda bo'lgan. O'zi CrossFitda Amerikada spetspodrazdeleniyalar uchun o'ylab topishgan. Pajarniklar, o'sha morskoy kotiklar, harbiy maxsus harbiy otryadlarni umumiy fizikasini, vnostivasini rivojlantirish uchun o'ylab topilgan. Keyin shunchalik yaxshi bo'lgandan keyin, effekti yaxshi bo'lganki, xalq orasiga tarqalib ketgan. Nima desak, odamlarga tushunarli qilib aytsak, MMA bu единоборство sport turlarini yig'in desa, deylik, kurash, boks, taekwondo, karate, rukopashniy bo'ylarni yig'ib, o'sha MMA degan sport turini hammasidan olib priyomlarni bitta sportda yaratishdi, masalan. Xuddi shunaqa CrossFit единоборство va mass sportlar, masalan, velosport, og'ir atletika, gimnastika, suzish, sakrash, mana shu sportlarni yig'ib bitta sport qildi. Tushunishlar uchun-da, sizda o'sha kundalik davomida oddiy odamlar uchun ham harakatingizda kerak bo'ladigan hamma harakatlar kirib ketadi va qiziq tarafi mushakka, organizmni butun hamma mushak gruppalariga nagruskalar beriladi. Yana ham bitta qiziq tarafi, CrossFit sport turi bilan 7 yosh bolani ham, 8 yosh bolani ham shug'ullantirsangiz bo'ladi. Xuddi shu yuklamani qiyinlashtirib, masshtabирование deyiladi, moslashtirish, qiyinlashtirib kuchli CrossFit atletga ham yuklama qilib bersangiz bo'ladi va deylik 70 yoshli pensioner
otaxon onaxonga ham moslab bersangiz bo'ladi. Shunisi bilan juda ham ommalashib ketdi deb o'ylayman CrossFit. Bu jins tanlamaydi? Yo'q, jins tanlamaydi. Yuklamalarchi aytaylik, mana 7 yoshga ham bo'ladi deyapsiz, 70 yoshga ham bo'ladi deyapsiz. Aytaylik, bu siz gapingizdan kelib chiqyaptiki, bu mana shu odamda chidamlilikni oshiradigan sport turi. Mana shu yuklamalar aytaylik yosh bolaning o'sishiga deylik yoki keksa odamlardagi bo'ladigan jismoniy yo'qotishlarga qanaqadir xalal bermaydimi? Yo'q, albatta xalaqit bermaydi. Shunisi bilan qiziqligi shundaki, deylik mana professional sportchini olamiz sizga tushunishingiz uchun, deylik shtanga bilan dast ko'tarish mashqini bajaryapti, 100 kiloni 6 marta ko'taryapti. Siz shu dvijeniyani bolachaga bermoqchisiz deylik. O'sha bolani qo'liga siz ikkita kichkina 2 kilolik gantelcha berasiz-da. Shu gantel bilan dast ko'tarish mashqini qildirasiz. U bola uchun, 7 yoshli bola uchun 2 kilo yoki 1 kilodan gantel bu og'ir hisoblanmaydi albatta. Yoki xuddi shu aytganimdek, qariya odamga siz dast ko'tarish bermoqchisiz, masalan, o'sha belida yoki bir oyog'ida muammosi bor, xuddi shunaqa yengil yuklamachalar bilan, gantellar bilan, masalan, belini qismidan yoki tizza qismidan shu dast ko'tarish mashqini. Xuddi shunaqa hamma mashqi, deylik, professional sportchi tumbani ustidan sakrab oshib o'tsa, qariya odam shu tumbani past balandligida qo'yib berasiz-da, prosta chiqib tushadi. Tumban ustiga chiqadi, tushadi, bitta oyoq bilan chiqadi, tushadi. Shunaqa moslashtirsa bo'ladi. Professional sakrab o'tadi ustidan. Kichkina bolacha ustiga sakrab chiqsa bo'ladi, 7 yosh, 10 yoshli bolalar. Deylik, turnik mashqi masalan, professional sportsmen ko'kragigacha tortinsa, kichkina bolachaga siz oyoqlariga rezinka taqib, yordam qilib, turnikka rezinkani boylab, o'zini vaznini bemalol kichkina bola ko'tarsa bo'ladi. Yoki qari odam oyoqlarini, tovonlarini yerga qo'yib, o'sha shtangani stoykaga qo'yib, qisqa turnikda ishlaydigan mushaklarni yengilroq mashqlar bilan ishlata olasiz. O'sha hammaga moslab bersa bo'ladi. Mana hozir bu tushunishimizcha bu gibrid sport turi. Albatta. Endi aytaylik, kimdir shu yakka tartibdagi mana sport turlari bor-ku, masalan, jangovar sport turlari bor yoki yengil atletika sport turlari bor yoki og'ir atletika. Ular bilan, ya'ni qo'shilib ketmasligi masalasi nima bo'ladi? Kimdir aytaylik shtangisi bo'lmoqchi, og'ir atletikani shug'ullanmoqchi. Aytaylik, kimdir jangovar sport turi bilan shug'ullanmoqchi-da. Ya'ni u unga o'tib ketish mumkinmi yoki u bunga o'tishi mumkinmi? Ya'ni qanaqadir buni kesishadigan yoki ayro jihatlari bormi? CrossFit o'zi yaxshi natijaga erishgan sportchilarni olsak, statistikada hammasi bazaviy qaysidir sport turidan chiqqan. Kelib kichkinaligidan CrossFit bilan shug'ullanmagan. Deylik, yaxshi og'ir atletikachi bo'lgan. Mana 5 karra dunyodagi eng kuchli atlet bor, Matt Fraser. Vaqtida o'zi og'ir atletikachi bo'lgan, Amerikan sborniy komandasida shug'ullangan, belida jarohat tufayli tashab ketgan og'ir atletikani-da. Keyin o'sha studentlik davrida yurib, CrossFit sport turini institutda ko'rib, qiziqib qolib, dunyodagi eng kuchli inson nominatsiyasini olgan. 5 karra, har yili podrat o'sha birinchi o'rinni olgan. Aytmoqchi bo'lganim, aralashib ketadimi deganingizga kelsak, yo'q albatta. CrossFit sport turini masalan, любой MMAchilar ham o'zlariga funksionalniy vыносливостini oshirish uchun shug'ullanadi. Butun Yevropani Amerikan sportchilari, baretslari, MMAchilari, boksyorlar hammasi funksionalkasini rivojlantirish uchun CrossFit qilishadi. Haftada 2 marta. Bu statistikada bor. Любой o'sha taniqli sportchilarni hammasi CrossFit bilan shug'ullanadi. Sababi bazani vыносливости eng zo'r rivojlantirib beradigan sport turi уже dokazat qilingan, isbotlangan bu CrossFit bo'ladi. Endi boyagida aytganimdek, qaysidir sportda o'zini olimpiyaskiy vidlarda nimadir sababga ko'ra omadi kelmagan sportchilar, ilohga deb bo'lsa, yaxshi gimnast bo'lgan bo'lishi mumkin, deylik, o'sha nimadir sabab bilan gimnastikada yo'li yaxshi bo'lmagan, karyerasi yoki lehka atletikada biron joy travma olib karyerasi bo'lmay qolgan. Ana o'shalardan yaxshi crossfitter chiqish ehtimoli baland. Sababiki, boya aytganimdek, crossfit ichiga bir nechta sportlarni olsa, 5-6 ta sportni olsak, u bolalarda o'sha bitta yo'nalishi juda ham yuqori rivojlangan hisobiga unga qolgan yo'nalishlarni tortib olishi osonroq bo'ladi. Ya'niki shu bazaviy sportsmen bo'lgani unga baribir crossfitda yordam beradi. Ayollar masalasida ko'pchilik aytadi-ku, ayol kishiga og'ir ko'tarish mumkin emas. Og'ir ko'tarish, yo borma deyishadi, qo'rqadi.
o'zi u noto'g'ri mif shakllanib qolgan shu kichkina og'ir ko'tarsang bo'ying o'smay qoladi. Ayollarga ko'tarish mumkin emas. Bu juda ham noto'g'ri tushuncha aslida. Bu hech qanaqa ilmiy doказательный bazasi yo'q bu narsani. To'g'ri trener nazorati ostida, to'g'ri texnika bilan o'sha постепенно, ya'ni sekin-sekin berilgan yuklamalar hech qanaqa ayollarga zarari yo'q. Nabarot, o'sha farzand ko'rishi bo'lsin, oilaviy turmush tarzida foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q sportda. Qaysi sport bo'lishidan qat'iy nazar. Deylik og'ir atletika mumkin emas deyshadi ayollarga. Shunaqa miflar borda. Noto'g'ri tushuncha bu. Qanaqasi mumkin emas. Agar siz o'sha aytganimdek, mana kuchli bilasiz, o'zingiz ham ko'p sportchi, ayol sportchilar farzandi bor. 2-3 ta farzand ko'ryapti, misol Amerikada o'sha eng topoy kuchli ayollar dunyodagi eng 6-7 marta CrossFit Games'da yutgan Tia Tomi bilasiz, o'sha ikkinchi farzandiga homilador. Aytmoqchi bo'lganim, foydasi bo'lsa borki, ayol kishiga hech qanaqa zarari yo'q. Endi albatta noto'g'ri texnika, noto'g'ri yuklama berib qo'ysangiz, u nafaqat ayolga, erkak kishiga ham zarar u. Kelib yosh bolaga siz hozir birdaniga noto'g'ri nagruska bersangiz, o'g'il bolaga ham, siz ham hozir olib borma deylik sportchi emas, okan olib borib 100 kg qo'yib belgacha taga torting yo ko'kragingizni ko'taring desam, siz ham travma bo'lasiz. U narsa nagruska ayol erkak ajratmaydi. To'g'ri, muskul jihatdan tana bir xil bo'lishi mumkin, lekin taz qismi, masalan, ayollarni tanasi endi baribir eng katta vazifasi farzandni dunyoga keltirishga moslashishgan bo'ladi. Endi Xudo shunaqa yaratgan. Siz demak tajribangizda hech bu shtanga ko'tarib, bu ayollik tarafdan qanaqadir jarohat olgan unaqa tajribada sportda orqasidan o'sha tug'ish jarayoni yoki farzand ko'rishiga yomon ta'sir qilganini men yosh ko'rib ko'rmaganman. Aksincha, o'sha biz mana trenerlik karyeramiz davomida eshitganmiz, ko'rganmiz sportchi shogird qizlarimizda turmushga chiqib farzand ko'rganda ularni o'tzivda, ya'ni o'sha o'zini fikrini. Menga ham o'zi qiziq bo'lganda, mana shu ko'p shu miflar menga ham qanaqadir ma'no ta'sir qilgan bir paytda shu ayol kishi qanaqa bo'lar ekan ertaga farzand ko'rishi boshqasi deganimda, shunaqa sportchilar bor, yaxshi shtangist bo'lgan, O'zbekiston Osiyo chempionatlarida o'zimizda o'zbek qizlar turmushga chiqib 2-3 ta farzandi bor. Aytib berdiki, ustoz deydi, men borib deydi, raddomga borganimda shunaqa spakoyni yurdim. Men deydi, o'ttigiligini nabrot qarab o'zim deydi, homilamni nimasi kelib turibdi deydi o'sha jarayonda men deydi. Shunchalik spakoyni yuribman deydi. Baqir-chaqir bo'lib yotibdi. Men даже deydi boshqalarga dalda berib yurdim degan, mana shunaqa 35 eshitganman. Shuning uchun imенно o'sha taz mushaklari yaxshi sportda yaxshi rivojlanadi-da. Shuning uchun ham endi bu biz bu sohaning mutaxassisi emasmiz, albatta bu o'sha ginekologlarning nimasi. Menimcha o'sha qanaqadir taz mushaklari yaxshi rivojlangani uchun shu odzivini aytolman, shu shogirdimizni. Menda hech qanaqa muammo bo'lmagan, juda ham oson farzandlarimni dunyoga keltirganman deydi. Umuman qiyinchilik ko'rmaganman deydi. Belida yo boshqa joyda grijasi borlar. Ularga qanday tushadi bu sport? Grijasi borlar bilan ham moslashtirsa bo'ladimi? O'sha bittasi nimaga kelib o'zi mana CrossFit faqat qanaqadir yuk ko'tarish deganimi? Albatta. Mana shunga nima qilsak, keyin shu tomonlarga o'tsak. Ya'ni gibrid deganda u qaysi sport borlar o'ziga jamlaydi yoki faqat o'sha tosh ko'tarish deganimi? To'ppa-to'g'ri. Hozir javob berib ketaveramiz savol. CrossFitda faqat tosh ko'tarishmi degan savol kelsa, yo'q albatta. CrossFit повседневный deydi, kundalik hayotimizdagi движениyalar, harakatlar. Deylik, bozor qilib kelyapsiz, uydan, bozordan uyga lift ishlamayapti, 8-etaj chiqishingiz kerak, 2 sumka qo'lingizda yuk bor. Lift ishlamay qoldi. Nima qilasiz? Zinadan chiqasizmi? Qo'lingizda yuk. Xuddi shunaqa hayotiy mashg'ulotlar bor CrossFitda. Deylik, прогулка fermada deymiz. O'sha ikkita girani berasiz sportchining qo'liga, zal bo'ylab ikkita girani ushab olib, 16 kg, 10 kg, 20 kglik deylik yuradi va undan keyin keladi, masalan, o'tirib bike haydaydi, tushadi, shtanga dast ko'taradi, boradi, turnik tortinadi. O'sha bir nechta mashg'ulotlarni ketma-ketlikda tushuntirib berasiz, u bajaradi. Xuddi shunaqa boyagi tumbani ustiga sakrash yoki tumbaga chiqib tushish mashg'ulotlari именно shu sizning kundalik hayotingizdagi qiziqligi ham shundaki, yo'q. Masalan, bitta trenirovka sizda qaytarilmaydi. Siz har mashg'ulotga kelayotganingizda sizni nima kutayotganini bilmaysiz. Har safar har xilli
raznoобразие и muskulli hamma qismlariga har xil yuklamalar. Ko'p tortasiz, gira bosh ustiga ko'tardingiz, shtanga ko'tardingiz, turnik qildingiz, devorga tayanib ajrimanga qo'yasiz, o'sha yugurib veliklar bor, misol shunaqa imkoniyat, velotrenajyorlar bor, masalan, gribnoy trenajyorlar bor. Tushunasiz? Butun badaningizdagi hamma muskul ishlagan hisobiga siz kundalik davomida bo'ladigan to'siqlar, yuklamalarga tayyor bo'lasiz-da. Endi bu men hozir любитель nima bo'ladi? Buni havaskorligiga nisbatan aytaman. Deylik, men o'zimni zalim 95% qilayotgan odam havaskorlar. Havaskorlar uchun juda ham turmush tarzidagi eng optimal sport turi. Sizni любой turmushdagi harakatligi, fiziki yuklamalarga har tomonlama sizni tayyorlaydi. Ya'ni bu degani yo yugurish yoki faqat tosh ko'tarish emasda, ha? Albatta, yo'q albatta. Men boya aytganimdek, siz har safar kelganingizda shunaqa bo'ladi. Har bitta bergan programmangiz, ya'ni planingiz, men bugungi deylik, mana bugungi planimiz, misol uchun 10 marta tumbiy sakriz deyman, siz kelyapsiz, 10 kaloriya bayk haydadingiz, 8 ta turnik tortindingiz, deylik 8 ta отжимание qildingiz, shuni 4 kun qaytaramiz dedim. Men bugungi programmamiz. Shu programma 2 oy, 3 oygacha ham sizda qaytarilmasligi mumkin. Tasavvur qiling. Aytmoqchi bo'lganim, har safar kelganingizda har xil programma. Bitta mana bugun qilgan narsangizni har kuni qilish. Shunisi bilan ham qiziqki, sizda har safar yangi emotsiyada. Har kelganingizda siz nima kutayotganini bilmaysiz. Juda ko'pchilik odamlarda, aksar odamlarda shu disk churrasi yaralanish kasalligi bor, endi grija deymiz xalq tilida. Bu masalada qanaqa bu sport turi bilan bog'liq? 3 oy oldin bo'lgan holat, bitta shogirdim o'rtog'i ekan, menda videolarigacha bor. Kelgan kuni даже kameradan zapislarini olganmiz zaldan, beli qiyshayib qolgan. Mana shu qiyshayib zinadan zo'rg'a tushib kirdi. Nima gap o'qiyapsam, 3 ta grija bor ekan. Bitta 14 mm, qarang, 14 bu почти 1,5 cm degan. 10 mm dedi, 9 dedi, 3 ta juda katta razmerda ekan. Operatsiya deyishgan. Tabiiyki u ko'nmagan operatsiyaga, shu o'rtog'ining maslahati bilan meni maslahat bergan, keldi. Har kuni keldi, qarang. 30 kun davomida. Chunki 1 oyga abonement oldi. Keyin abonement olmadi. Shundan esimda qolib ketdi, shu bola 1 oyda yaxshi bo'lib ketdi beli. Qaytib abonement olmadi, shu bilan yo'q bo'lib ketdi. Aytmoqchi bo'ling, videolarigacha bor. O'sha mashqlar bilan endi u albatta crossfit qilmadi. Именно shu beli uchun to'g'ri bel lechebniy fizikultura deydi. Mashqlar bilan ishladik. Har xil o'sha belni mushaga, ягодичный muskullarni, belni karkas mishsalarini ukreplять qilib qotirdik. O'sha o'zini vesini, grijani ezishini oldini olib, ishonsangiz bir 15 kun, 20 kunlar ichida уже 32 kilolik girani shu bola tyaga, stanoviy tyaga deymiz, shu mashqni bajarib, 1 oyda belini og'riqlarini unutib, sog'lomlashib ketdi. Endi deylik, u darajada emas, kamroq millimetr, no grijangiz bor, sizni bezovta qilib turadi. Endi u bolaniki vaziyati og'ir edi, haqiqatda qiyshayib qolgan darajada keldi. Deylik, yurish turishingizda sezasiz, no, unaqa qiyshayib qolmagansiz, shug'ullana olasiz, harakat qila olasiz. O'sha holatlarda ham crossfit juda ham foydali, sababi o'sha murabbiy azgin gрамотный bo'lsa, siz shu aytib qo'ysangiz, shu sizda belda azgin defekt bor, yuklamalarni berayotganda shuni учитывать qilamiz albatta. Deylik, mana stanoviy tyagami, siz bilaman, что grijangiz bor, sizga o'shani analog mashqlari, ya'ni o'sha mishsani ishlatadi, lekin yengilroq mashq bilan, deylik, именно shtanga bilan emas, yengilroq gantel bilan yoki statistik mashqlar bor bel mushaklariga. Aytmoqchimanki, qisqa qilib aytganda, grijasi borligi ham juda foydali. Grijangiz yaxshi bo'lsa yaxshilanib ketadi, lekin yomonlashib, uni yaxshilanib ketish nimada? Muskullaringiz tonusga kiradi-yu. Именно o'sha ягодичный mishsalar, bel mushaklari, qorin tarafdagi o'sha podzочный mishsalar tonusga kirib mustahkamlangani hisobiga sizni vazningizni muskullar ushlaydi-da, boyagi umurtqaga tushib, vesingiz o'zingizni o'sha grijangiz siqib, nervlarni ortib qo'ymaydi. Demak, belida grijasi bo'lsa, aytaylik, belni demak avaylash kerak emas, qaytaga belga ishlash kerak. Ishlash kerak, albatta. To'g'ri yuklamalar bilan ishlash kerak. Baribir qanaqadir qoidalar bormi? Mana shifokorning maslahati kerak. Mana siz crossfit bilan shug'ullanishdan avval terapevtmi yoki travmatolog bilanmi qanaqadir suhbat kerakmi? Sababi mana hozir videoning orasida ham qo'yib yuboramiz. Mana oftalmolog bir nimasi bor, tavsiyasi.
ya'ni ko'zni pardasi yuqori, ya'ni bosimda yuk ko'targanda ya'ni yorilib ketish ehtimoli bor. Endi u kam sonli odamlarda bor, lekin uni hech kim bilmaydi. Uni ko'z pardasi og'ir yuk ko'targanda yorilib ketish ehtimoli bormi yoki yo'qmi? Oftalmologlar tavsiya qiladi, og'ir yuk ko'tarishdan avval, ya'ni o'sha og'ir yuk ko'tarish sportiga borishdan avval yoki og'ir yuk ko'taradigan shaxslarni bitta oftalmolog ko'rigidan o'tkazib qo'yish, sababi u to'rparda yorilgandan keyin shu 1 kun yoki 1,5 kun ichida zarur shu jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa, u bir umr ko'r bo'lib qolishi mumkin ekanda. Ya'ni crossfitga kelishdan avval ham qanaqadir nima shifokorlarda tavsiyasi kerak bo'ladimi? Meni o'ylashimcha zarar qilmaydi. Chunchuq so'ysa ham qassob so'ysin degandek, meditsinskiy o'sha travmatologlardan bitta bilib, o'sha qanaqa darajada grijani ham har xillari borda, endi uni o'sha mutaxassislar chuqurroq biladi. Yoki aytmoqchiman, o'zir gapingiz bilan faqat grij emas, umuman insonni o'sha organizmi fiziologik jihati crossfitga tayyormi, tayyor emasmi? Balki ozgina nima deydi, tibbiy nimalar olishgandan keyin borish kerakmi? Juda ham yaxshi savol. Albatta, bu o'sha check-up deymiz. Juda ham yaxshi nuqtaga qaradingiz. Bu juda to'g'ri deb bilaman. Albatta, o'zi uchun borib o'sha boya aytganingizdek, nafaqat grija, yuragi qanaqa ahvolda, jigar qanaqa ahvolda, masalan, yurakni jigarni qancha xolesterin bosgan, o'sha narsalarni o'zi uchun bitta shifokordan check-up qilib, butun organizmini o'zi uchun bilsa, trenerga juda yaxshi bo'ladi. Bu yoki sizni qo'lingizda kartinka bo'ladi shu bola haqida. Deylik, yuragi qanaqa ahvolda, grijasi necha millimetr, yog' massasi qancha, muskul massasi qancha yoki yuragini, jigarni xolesterin qoplagan, qoplamagan, shuni inobatga oladi trener albatta. Bu narsa juda ham tavsiya beraman. Kelayotganda hamma o'zi uchun o'zini asragan Xudo asraydi deydi. Shuning uchun bitta konsultatsiyadan kelib o'tib ketsa juda yaxshi bo'ladi. Check-up qilmagan bo'lsa, lekin o'zini yaxshi his qilayotgan bo'lsa, demak yaxshi hammasi. Bu boya aytganimdek, qarang, o'zi o'sha meditsinskiy boyagidek ko'rigi bo'lmasa ham, baribir bizni birinchi kelgan odamga u narsa bo'lsa, grijasi bo'lsin, bo'lmasin, u o'zi strafovka bilan ishlanadi. Chunki u birinchi kelyapti, siz unga mana 3 oydan beri yo 1 yildan beri kelayotgan odamga qo'shib qo'ymaysiz hech qachon. 3 ta trenirovkagacha men yengil, juda ham o'sha maktab o'quvchisiga beriladigan yuklamalarni beraman. Jismoniy tarbiya darsidagi dvijeniyalar bilan boshlaymiz. Chunki u sizga kelayotgan odam yillar davomida nagruzka ko'rmagan. Ya'niki qanaqa ma'noda nagruzka? Siz mana sportchi emas odam yuragini eshitaveradi. Sizni kundalik davomida deylik 70 ta 80 ta maksimum. Tasavvur qiling, uni yillar davomida yuragini urishi 80 tadan o'tmagan. Yuragiga o'sha komfortniy zona bo'lib qolgan, 70 ta 80 ta uradi. Endi tasavvur qiling, bir kun olib kelganman, men crossfit berib 120-130 taga ko'tarib yuborsam, bu albatta juda xavfli. Shu crossfit turi foydaliligi bilan birga xavfliligi ham bor. Aytganimdek, yuklamani kelgan odamni, insonni siz fiziologik turmush tarzini qanaqaligini bilmasdan turib noto'g'ri yuklama berib qo'ysangiz, Alloh asrasin, u yaxshigina muammo orttirib olishi mumkin sizni crossfit sport turidan-da. Foydadan ko'ra zarar orttirib olish ehtimoli juda baland. Shuning uchun men o'zim mana har haftasiga yangi odam keladi-da. Juda ehtiyot bo'laman. Har minutda kerak bo'lsa kelib, yaxshimisiz, qanaqa chustvoyingiz? O'zingizni forsировать qilmang, to'ysani juda berilib ketmang. Ma'miliga qarab qiziqqonlik qilmang. Yetib olaman yo mendan ko'p qilib qo'ydi demang. Sizda 2-3 ta trenirovka, maqsadimiz prosta organizmga stress berish emas, stress bilan tanishtirish. Ya'niki o'sha yuragiga sekin-sekin aldab-aldab mana 80 tadan ham ko'p ursa bo'ladi, sekin-sekin 90 ta ham urdirsa bo'ladi. Ya'ni sekin tushirib o'sha narsani yuklamani kelgan odamga sezdirmasdan siz aldab shunaqa akkuratni olib chiqib olishingiz kerak. Yoki misol bir shunaqa holatlar bo'ladi, keladi bir xil trenerlar naguzkan beradi-da, u mayli sog'lig'i bilan bir hech narsa muammo bo'lmas, u bezib qoladi. Dannu deydi-da, u crossfitini deydi, qaytib kelmaydi. Bezillatib qo'yadi-da, chunki o'shaning uchun yangi kelgan odamlar bilan juda ehtiyot bo'lish kerak. Naguzka tomonlama. Keyin aytaylik, mana hozir Xudoga shukr, hozir yaxshi bir to'qchilik zamonida yashayapmiz. Bundan bor yo'g'i 200 yil oldin odamlar ochlikdan o'lgan bo'lsa, hozir ortiqcha vazndan odamlar qiynalyapti-da.
aytaylik, bitta ozmoqchi bo'lgan odamga crossfit qanchalik effekt beradi yoki crossfitga kelganda ko'proq ozadimi yoki gymga chiqsa effekti kuchlimi? Avvalom o'zi yomon sport turini o'zi yo'q. Gym bo'lsin, crossfit, og'ir atletika, yugurish, velik haydash, suzish, hamma sport o'zi foydali. Yurish bo'lsin. Endi nisbatan olsak, masalan siz 1 soat statistika olamiz, 1 soat sizni kachka zalga kirgizamiz. Gymda kachka qilasiz va keyingi trenirovkada 1 soat crossfitda qilib ko'rasiz. Gymdagi o'lchaymiz necha kaloriya yoqqaningizni va crossfitda. Albatta crossfitda kaloriya ko'proq yoqiladi. Bu narsa dokazat qilingan, o'sha 1000 martalab o'sha bu sportlashadigan narsa ham emas. Chunki gymda intensivность pastda baribir. Siz bitta podxod qilasiz, dam olasiz, telefon o'ynaysiz, orasida podxodlaringiz soni bitta podxodingizda 1 minut dam olsangiz, qaysidir podxodda 3 minut ham dam olib qo'yasiz. Yurak o'sha stress zonaga ko'p kirmaydi. Shuning uchun shunga yarasha kaloriya ham kam yoqasiz. Crossfitda qanaqa siz keldingiz, sizga hammasi aytilib o'tiladi. Deylik, 30 sekund ishlaysiz, 30 sekund dam olasiz. Yoki tars bitta kompleks tugatdik, 3 minut dam beriladi, sразу ikkinchi kompleks boshlaymiz. U yerda unaqa yurish sizda fizik imkoni yo'q. Aytmoqchi bo'lganim qatnashib yurgan sport turlarida shuning uchunki, shundan ham kelib chiqib bilsak bo'ladi. Crossfitda ozish tezroq bo'ladi. O'zi avvalom ozish o'zi ovqatlanish bilan bog'liq narsa, lekin agar sportda kaloriya yoqish bilan nisbatini oladigan bo'lsak, crossfitda ko'proq bo'ladi. Yana bitta sababi sizda juda ko'p muskul guruhlar ishlaydi-da. Gymga kelsangiz, masalan, aytiladi, bugun deydi, grunt biceps ishlaymiz deydi, masalan. 2-3 ta упражнение grutga ishladingiz, keyin 2-3 ta ba'zi упражнение deylik, qo'l oldiga bitsepsga ishladingizmi? 1 soat, 1,5 soat o'tib ketdingiz. Crossfitda tasavvur qiling, nechta guruh mishsa ishlaysiz. Bitta trenirovkada oyoq ham ketadi, grut ham, qo'l oldi, yelka, oyoq orqasi, qo'l oldi, qo'l orqasi, икроножный mishsalar, press mishsalari, tasavvur qiling. Juda ko'p muskullarga yuklama berganingiz hisobiga metabolizm juda zo'r ko'tariladi crossfitda. Juda tez ko'tariladi metabolizm, kaloriya juda zo'r yonadi. Shu taraflama albatta ozishda crossfitda foydali deb qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Bu mutaxassisni tanlashda nimalarga ehtiyot bo'lish kerak? Ya'ni nimalar ko'p hozir endi trenajyor zallar ko'p, murabbiylar ko'p. Endi u borganda bilmaydi-ku qay darajada professional, to'g'rimi? Murabbiy. U qanaqadir o'zini toifalari bormi yoki nimasiga qarab odam aytaylik havaskor borib, qanaqa ajrat olish kerak edi. Albatta bu og'riqliroq joyimiz o'zi, murabbiy masalasi. Sababi неграмотный o'sha tajribasi yo'q murabbiylar ham ko'payib ketgan, afsuski, juda ko'p joylarda. Men o'zim juda ko'p joyda guvohi bo'lganman. Endi u o'sha siz aytganingizdek, kelayotgan klientda insonni o'ziga bog'liq. Kelishidan oldin qanaqa murabbiy, obrazovaniyasi qanaqa, qayerda o'qigan, necha yil stajga ega, qanaqa sportchilar tayyorlagan, u o'zi uchun qiziqib olishi kerak. Qancha vaqtdan beri ishlayapti, kecha kelganmi yoki o'sha bazaviy murabbiylik faoliyati yaxshi nimalari bormi, o'dzivlari, qanaqa shogirdlar tayyorlagan, o'zi deylik qanaqa sportchi bo'lgan, qaysi sportga murabbiyligi faoliyatini o'qib chiqqan, qaysi oliygohlarda yoki o'sha sertifikat markazlari deymizmi, kurslarni murabbiylar tayyorlaydigan. Uni o'sha kelayotgan odam o'zi uchun uni siz bitta qarab bilib olishingiz qiyin-da, turishiga qarab. Masalan, bu bitta deylik baquvvat yaxshi fiziologik chiroyli turgan odam bu sal noto'g'ri tushuncha ko'rib sразу u odam haqida qanaqa trenerligiga xulosa chiqarib tashlaysiz. Masalan, deylik u juda ozg'in bo'lishi mumkin, o'zi fiziologik ko'rinishi juda baquvvat bo'lmasligi mumkin, lekin juda ham gрамотный, ilmiy jihatdan juda kuchli bo'lishi mumkin. O'sha odamning fiziologiyasini juda yaxshi o'rgangan bo'lishi mumkin, o'zini karyerasida juda uzoq vaqtli staji bo'lishi mumkin. Qaysidir sabablarga qarab o'zini balki o'sha deylik sal semirib ketgandir. Ko'pchilik shunaqa teoriya bor. Men ko'p joyda sportlashganman odamlar bilan. Semiz bo'lsa murabbiy. Endi semiz deganda qanaqa shu estetichniy bo'lmasa, telosложенияsi, мышечный bo'lmasa, u menga deydi o'zini badani bilan ishlamagan, menga nimani o'rgata oladi degan bir ikkita shunaqa stiklar bo'ldi-da, bir ikkita odamlar bilan. Da, endi bu
obyektivnida bu juda yaxshi agar murabbiy o'zi ham chiroyli ko'rinsa, o'sha nimaga ham kelgan odamga ham motivatsiya bo'ladi qaysidir ma'noda, o'shanga trenerga qarab qiziqadi. Bu to'g'ri. Bu noto'g'ri demoqchi emasman, lekin agar murabbiy sal o'zi muskullari yo'qroq yoki sal shu qaysidir sabablarga ko'ra sal qorni chiqqan deylik, qo'pol qilib aytganda, bu yomon murabbiy degani emas-da. U endi misol forma ushab yurish bu oson narsa emas o'zi avvalo. Sizni turmushingiz, bolalaringiz hammasidan ortib o'zingizni formangizni qilib yurish bu o'zi aytadi, самая сложная работа над собой deydi. Muskulli, mishechniy formani ushlab yurish o'zi qiyin. Deylik shu qaysidir sabablarga ko'ra ro'zg'or tashvishi ishlar bilan bo'lib, shu murabbiy vaqtida yaxshi bo'lgan formasi. Qaysidir sabablarga ko'ra o'sha orada sal ves oshganda deylik, unga qarab turib xulosa berib qo'yish bu juda kalta o'ylangan narsa deb o'ylayman. Balki qanaqadir sog'lig'ida muammo. Albatta, juda tor doirada fikrlash. Yoki deylik mana o'zi zo'r, baquvvat nakachinlik deylik, zo'r deb qo'yish ham noto'g'ri. Tushunasizmi? Uda qaysidir sportda zo'r bo'lib, yaxshi forma qilib olgan bo'lishi mumkin, lekin murabbiylik tajribasida, sportchi bilan ishlashda umuman tajribasi yoki opiti yoki bilma bo'lmasligi mumkin. Boya aytganimda yana aytaman. Bu chiroyli bo'lgan, bu gapim bilan hamma murabbiylar semiz bo'lsin demoqchi emasman. No, исключительно shunaqa vaziyatlar ko'rganman men. Murabbiy, o'sha ayollar murabbiy deb shunaqa holatda bo'ldim. Men bormayman, o'zini qaramagan, menga qanday. U misol farzand ko'rgan bo'lishi mumkin ayol, ha? Keyin o'sha rodlardan keyin tushunasizmi, kasal bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'zi juda ham zo'r trener bo'lishi mumkin. Ba'zi znaniyasi juda kuchli, sizga juda ko'p narsa bera olishi mumkin. O'zimda bo'lmagan. Shuning uchun mana shunaqa bir taraflama o'ylab qolish noto'g'riroq deb o'ylayman. O'sha bitta moment bor-ku, ya'ni sportchi boshqa, murabbiy boshqa. U murabbiy yaxshi sportchi bo'lmasligi ham mumkin. Albatta. U olim bo'lishi mumkin. Albatta. Inson dars beradigan olim bo'lishi mumkin, lekin u sportchi bo'lmasligi mumkin-da. Yaxshi murabbiy bo'lishi mumkin, lekin uning sport karyerasi yaxshi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu qanaqadir nimaga alohida urg'u beriladigan jihat emas-da. Qarang, mana bunaqa endi hozir sal crossfitdan chetlashadigan bo'lsak, men professional o'zimizni o'sha 10 yildan beri 10 yildan oshiq olimpiyskiy kollejda ishlayman. Og'ir atletikadan murabbiyman. Bu tarafdan, bu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, kuchli sportsmen, deylik, bu zo'r trener degani emas. Qanaqadir bazaviy ko'nikmalari bo'ladi, baribir yaxshi sportchi bo'lgan uchun, lekin u murabbiy bo'lib bitta bolani yaxshi sportchi darajasiga olib chiqishi bu alohida mavzu. Men o'zi tajribadan aytaman sizga, biz o'zi kollejda o'qiganimizda murabbiyimiz bo'lgan, Kars kishi bo'lgan Kim Aleksandr Pavlovich degan, o'zlari og'ir atletikadan murabbiy bo'lgan. Eng yaxshi O'zbekistondagi Olimpiyskiy soyuz vaqtida olimpiyskiy prizyor tayyorlagan, eng kuchli murabbiylardan bo'lganlar. O'zlari to'lqin shtanga bilan shug'ullanmagan ekanlar, tushunishingiz uchun. Boksga borgan ekanlar ozgina, novichok darajasida ko'targan ekanlar, razryadnik bo'lgan, даже sport ustalik nomzod ham normativ bajarmaganlar, lekin ikkita institutda o'qiganlar. Tushunasizmi? Ilmiy jihatdan albatta, bu juda katta narsa, albatta. Bu siz yana o'sha men o'zimdan kelib chiqib aytaman, murabbiylik umuman boshqa narsa. Hech qanaqasiga sizni boya aytgandek, qanaqadir bazaviy tomonlama baribir yaxshi siz sportda ham shu sportni his qilgansiz, shuni teri oqqansizda ham o'sha muskullarni qaysi dvijeniyada qanaqa ishlashi bu zarar qilmaydi. No, aytmoqchi bo'lgan bitta kichkina bola kelyapti sizni qo'lingizga, 7-sinf o'quvchi. Uni mana bizning vazifamiz shu, biz 7-sinfda keladi kollejga, deylik 3-razred kilo shtangani ko'tarib keladi. 30 kilo, 40 kilo bilan keladi. Endi tasavvur qiling, 5 yil, 4 yil davomida siz o'sha bolachani tarbiyasi, qanaqa tarbiyasi, texnikasi, mushaklarini rivojlanishi, svязкalarini mustahkamligi va o'sha 3 yil, 4 yil ichida uni kamida sport ustasi normativiga olib chiqishingiz. Albatta milliy terma jamoaga zaxira qilib tayyorlab berishingiz kerak. Buni siz zo'r sportchi bo'lganingizga hech qanaqa aloqasi yo'q bu jarayonlarning. Tushunasiz? Bolani o'zmani trenerlar his qiladi, чувство deydi. O'sha bolani siz ichiga kira olishingiz kerak. Boya aytganimdek, bu murabbiylar ham menimcha bir Alloh sizga ozgina qanaqadir nimasini teg'izsa, shunaqa soha deb o'ylayman. Xuddi mana ijodkor bo'ladi-yu, shoir. Bu ham shunaqa ish ishonsangiz.
Mana bir xilda shunaqa o'tiramiz, o'zimdan plan sostavlять qilaman bolaga. Ishonsiz bitta trenirovka yoza olmayman bir xil paytda. Ilhom kelmaydi. Ijodda Ha, bu ham shunaqa. Yoki deylik o'sha mikrotsikl, mezotsikl bo'ladi-da, siz bolani o'sha musobaqa periodiga qarab, deylik 3 oydan keyin musobaqasi bor. Bitta bola deylik 100 kilo ko'taryapti, o'shani 110 kilo ko'tartirishingiz kerak. O'shani siz tuzib chiqasiz 3 oy davomida, qanaqa yuklama berasiz, qanaqa shuni 10 kiloga qanday ko'p ko'tartirsa bo'ladi bu bola. 100 kilodan ko'p ko'tara olmayapti. Siz uni 110 kilo ko'tartirishingiz kerak. O'sha sikllar bilan tuziladi. Aytmoqchi bo'lgan o'sha jarayonda o'tirib yozayotganingizni ba'zida kelmaydi. Okay? Men o'zimda bo'lgan ruchyan olaman. O'sha ilhom borda bu ham. Bir xil shu moment bo'lib qoladi. Yozaverasiz, shunaqa yaxshi plan chiqaveradi o'zidan o'zi. Shuni his qilganman, bu ham bir shoirlardek bir ish ekan. Yana bitta tarafi, o'sha yaxshi kelganda ham yozasiz, lekin o'shanda ham 100% plan yoza olmaymiz. Sababi jarayonga qarab, ya'ni siz o'sha trenirovka jarayonida bu narsangiz baribir ozgina sizni planingizga bolani sostoyaniyasi tushmay qolishi mumkin. O'sha jarayonda yana o'zgaradi. Aytmoqchi bo'lganim, murabbiylar ham bu o'sha shoirlarga o'xshagan kasb desa ham shunga bog'liq yana bitta savol borda, ya'ni murabbiylar sifatida, ya'ni havaskor murabbiylar yoki professional murabbiylar aytadigan bo'lsak, mana biz endi ko'chada zal deb qo'yamiz. Endi ko'pchilik havaskorlar o'ziga yaqinroq zal topib borishga harakat qiladi. Aytaylik, mana shu professional yoki noprofessionallarni qo'liga tushib qolmasligi uchun qo'polroq qilib aytganda-da, qanaqadir reyestrni tuzish kerakdir. U qanaqadir bilimga ega bo'lishi, sertifikatga ega bo'lishi kerakdir. Shu reyestr bo'lsa, aytaylik, shu borayotgan odam bu zal ro'yxatdan o'tganmi, u yerda unga qanaqadir normativ narsalarni o'rgatadigan murabbiylar qaysidir darajada bilimga egami? Shunaqa bir reyestr tuzilishi kerak deb o'ylaysizmi? O'zi olimpiyskiy sport turlarida menimcha bu narsa joriy qilingan. Internetda bormi? Misol uchun men falon zalga bormoqchi, misol uchun Tosh degan zal bor uyning oldida. Shunga bormoqchi. U ro'yxatdan o'tganmi? Birinchi o'rinda. Ikkinchidan, u yerdagi murabbiylar qanaqadir malakaga egami? Malaka sertifikatiga egami? Yoki o'zicha bitta xonani olib, zal qilib olib, internetda ko'rib, unga bunga shogird tushib, yana kimgadir o'rgatish qanchalik to'g'ri? O'zi olimpiyskiy sport turlarida bu narsa joriy qilingan. Siz o'sha sertifikatsiyalash markazi bor. Har 4 yilda biz ham murabbiylikka nima topshiramiz? Imtihon topshiramiz. O'ta olsangiz, sizga dalshi ishlashga ruxsat beriladi. O'ta olmasangiz, oyligingiz to'xtatib qo'yiladi o'sha murabbiylik faoliyatida. Endi siz davlat idorasida ishlaysiz, to'g'rimi? Endi mana xususiy sektorlarda ham menimcha olimpiyskiy sport turlarida bu narsa joriy qilingan deb o'ylayman. Endi bu narsa bilan stalkovаться qilmaganman, lekin trenajyorniy zalni menimcha shu bodybuilding federatsiyasi ro'yxatida tursa kerak hamma zal. Endi точный ma'lumot yo'q. Men o'zimcha o'ylayman, shu bodybuilding federatsiyasi bor-ku bizda. Har bitta zal ularning nazoratida bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. O'zi bo'lish kerakmi demoqchiman? Ha, albatta. Uni baribir nazoratda bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Masalan, men o'zim 1 yil 2 yil bo'ldi shug'ullanayotganimga va menimcha yaxshi shug'ullanaman deb o'ylayman-da. Men shu xafa qiladigan narsa mana shu 1 yil yoki 2 yil oldin tana ko'rinishim qanday bo'lsa, hozir ham shunday-da. O'zgarish sezmaganman deyarli. Yo'q, qarang. Yoshingiz nechida hozir? 34 da. Qarang, mana bunaqa narsada o'zi 1 yil bu katta forma qilish uchun sizni yoshingizda juda ham yetarli srok emas. Birinchidan. Ikkinchidan, qachon muskul zo'r o'sadi? Sizni muskul o'zi siz qilayotgan trenirovkangizga ham katta rol o'ynamaydi. Trenirovkada muskul o'smaydi hech qachon. Muskul uyquda o'sadi. Va o'sha trenirovkadan keyin ishlatgan o'sha nimalarni BJ deymiz, belki jiri uglevod, oqsillar, o'sha uglevodlarni to'g'ri berilgandagina muskul o'sadi. Siz yillab 1 yil emas, yana 1 yil qilishingiz mumkin. Katta o'zgarish sezmasligingiz mumkin. Bu tabiiy holat agar siz boyiga trenirovkadan boshqa vaqtdagi kun tartibingizga to'g'ri amal qilmasangiz. Ya'ni bu asosan oqsilli miqdori. Muskul faqat oqsil bilan o'sadi, tushunishingiz uchun. Uni o'rnini hech qaysi produkt bosa olmaydi. Qarang, endi yana bitta muammoli tarafi. Oqsil redkost. Men o'zimda bo'lgan holat, men hisoblab yuraman-da oqsilimni. Imkon darajada hisoblayman.
70%, 80% qila olaman, chunki men ham ish bilan, boshqa bilan bu, menda ham 100% hisoblab yeyolmayman. Deylik, ko'cha-kuyda ish bilan yurib qolasiz-ku, bilaman men belok yeb olishim kerak-da, oqsil. O'sha normam bor, kunlik. Juda qiyin. Mana любой siz bilan kiramiz, любой magazinga, просто statistika chiqamizda, to'g'ri duch kelgan 10 ta magazinga podrяд kirib chiqamiz. Kiringda, mana seli do'kon, katta do'kon ichi to'la narsa, qarangchi qanchagina produkt, oqsilga boy produkt, mahsulot bor shu do'konlar. Juda ham kam. Oqsil topa olmaysiz. Nima topasiz? Redki, u ham hamma joyda yo'q. Tvorog. Nima ya, siz magazinlarimizda men rosa qiynalaman shu masalada. Juda ko'p men stalkovitsa qilaman. Oxirgi paytda o'sha proteinni bankasi bilan mashinaga solib yuradigan bo'lganman ko'pincha. Yoki hozir bitta yana o'rganib olgan narsam grechskiy yogurt chiqdi, baraka topsin shu Добрый firmasi. Juda optimal yechim berdi. Lichni menga juda qulay bo'ldi. Shunda olaman. 33 gram oqsili borda bitta 330 gramlik bankasida. Yog'i jирный past, uglevoди yo'q. Yeyilishi yengilda. Men mesela tvorog yeyolmayman, tvorog yutimi qiyinda, bilasiz, yutish qiyin tvorog. O'zi suxoy narsa. Tim bo'lsa uni tvorogga ham yog'li, yog'sizi bor. Nima demoqchimanki, sal qochib ketdim boshlaganda mana. Sizni muskulingiz o'sishi, chiroyli forma qilish bu sizni trenirovkangizga afsuski uni o'zi yetarli emas. Sizda albatta metabolizmingiz yaxshilanadi, svязкалаringiz yaxshilanadi. Bu degani umuman trenirovka qilmay qo'yish kerak degan narsadan yiroqman. Agar bunga chuqurroq kiradigan bo'lsak, muskul faqat oqsil bilan bog'liq narsa. Siz deylik, mana sizni masalan hozir 90 kilo deb olaylik va sizni 90 kilodan deylik muskul massangiz bor, yog' massangiz bor. 90 kilo hammasi muskul emas u bizda. Sizda. Deylik 60 siz mana sizda yog' massa kam, chunki suxoysiz o'zi bilinadi. Deylik bir 65-70 kiloyingiz muskul massangiz, 20 kiloyingiz yog' massangiz, o'sha muskul massangizdan 70 kilo deb olsak, muskul massa, мышечный massani kamida 1 kilo massangiz uchun kamida 1,5 gram oqsil yeyishingiz kerak. Atak 2 gram bo'lsa juda yaxshi. To есть 70 gram bu muskul massangiz bo'lsa 2 ga ko'paytiramiz. 140 gram oqsil yeyishingiz kerak. Qarang. Kami 140 или хотя бы 1,5 gramdan hisoblasak, 110-120 gram. Nima demoqchiman? 140 gram oqsil yeyish uchun bilasizmi qancha go'sht, qancha tuxum, qancha tvorog yeyishingiz kerak. Sizni hozir kunligingizni hisoblasangiz, sizniki 100 ga yo boradi, yo bormaydi, to'g'rimi? Bu liba qarang, baliq yeyishingiz kerak, liba tuxum, liba go'sht, liba tovuqning grudinkasi, liba tvorog, liba proteinli batonchik bor. Endi u ham hamma joyda yo'q protein batonchiklar. Lekin qarasangiz, uglevod, hamma o'sha bistri uglevod, shirinli, yog'li, shirinli, GMOli narsalar to'la. Bu birinchi taraf. Ikkinchi tarafi, sizda o'zi bazaviy agar yo'q bo'lsa, yana ham qiyin. To есть siz deylik, o'sha 20 yoshingiz, 22 yoshingizgacha qaysidir sport turi bilan professional rivoj shug'ullanmagansiz, sizni turmush tarzingiz sportga bog'liq bo'lmagan, muskullar o'sha o'sib rivojlanadigan davrida sizda rivojlanmagan. Deylik, sizni sohangiz unaqa bo'lmagan. Unaqa holatda yana ham qiyin. Ko'pincha shunaqa bolalar bor, deylik 20-22 yoshgacha qaysidir sport bilan zo'r shug'ullanganda, orada 5-10 yil tashab ketgan, yana kelib 33-35 yoshda yana qaytaryapti. Ularda baribir мышечный pamyat qolgan bo'ladi. Nisbatan sizga o'sha davrda trenirovka qilmagan odamlarga nisbatan bu qilganlarniki muskuli tezroq o'sadi. Chunki muskulli xotirasi bo'ladi baribir. Iloji boricha o'sha sal oqsilni ham nazorat qilsangiz, oqsilingiz qolmasa garantiya beraman, 2 oy davomida oqsilni men aytgandek tartibda hisoblab yeng, mana 1 yilda bo'lmagan o'zgarishni sezasiz 2 oyda. Faqat har kuni o'shani hisoblab yeyishingiz kerak. Muskul любой yoshda o'sadi. Bu deganim siz ba'zi sportsmen bo'lmagan bo'lsangiz, testosteroningiz pasayib ketgan, sizda o'smaydi degan narsadan yiroqman. 50 yoshda ham muskul o'stirsa bo'ladi, 60 yoshda ham o'stirsa bo'ladi. Boyidek to'g'ri BJUni kontrol qilish kerak, lekin o'sha oqsillar, yog'lar, uglevodlarni strogi hisoblab plus o'sha muskul guruhlariga bazaviy mashqlarni bersangiz, o'sha katta mushakli guruhlariga, oyoq guruh bellarga ishlab, oqsillarni yetarlicha berib, uyquni to'g'ri qilsangiz, любой yoshda muskul o'sadi. Mana doimiy bir tortishuvlar bor. Protein xavflimi, xavfsizmi deb, protein zararli. Zararlimi degan nima bor. Bu masalada fikringiz qanaqa? O'zi umuman qanaqadir nimalardir ichib shug'ullanish shartmi odam? O'zini tabiiy Xudo bergan fiziologik imkoniyatdan kelib chiqib, o'zini sog'lom yoki aytaylik qomatini shu berganicha saqlab yurish mumkinmi? O'zi maqsad oldin aniqlab olish kerak-da. Sizda trenirovkadan maqsad baquvvat kachok bo'lishmi
yoki prosta sog'lom turmush tarzimi? Birinchi maqsadni aniqlab olgan yaxshi. O'zi kachok bo'lish kerakmi odam? Kerakmi desangiz, tabiiy qilsangiz zarari yo'q. Masalan, tabiiysiz mishechnikroq bo'lsangiz, kiyimlar chiroyli ko'rinadi, muskul massangiz ko'p bo'lsa, immunitetingiz yuqori bo'ladi, metabolizmingiz baland bo'ladi. Zarari yo'q yaxshi forma qilgan. No endi menga muhim emas, o'zim uchun trenirovka qilib yuraman desangiz ham nur ustiga alonur. Qilmagandan ko'ra o'sha yurib harakat qilganingiz, qon aylanishi bo'lsin, yurak faoliyati bo'lsin, metabolizmingiz baland turishi bo'lsin, juda ham foydali. Endi proteinga kelsak, bu o'zi menimcha hamma o'zi tushunib ham qoldi. Protein bu zarar narsa emas, hech qanaqa bir qanaqa aytsam, protein shu siz yeyotgan go'shtingizni laboratoriyalar bilan biologik qilib parashokka aylantirib solib beradi bankaga. Endi ozgina vkus qo'shadi unga, ozgina bir ikkita добавкалар qo'shiladi-da. Ichi o'zi tarjimasi ham bu belok. Protein so'zi o'zi oqsilli inglizchasi protein. Aytmoqchi bo'lganim, hech qanaqa zarari yo'q proteinni. Proteinni foydasi bor. Endi boya aytganingizdek protein ichib trenirovka qilish shartmi desak, yo'q, shart emas. O'zi asli tabiiy yo'ldan oqsil olgan yaxshiroq. Biologikka nisbatan, mana tabiiy bu produktlar, tuxum, go'sht, tvorog, baliq shunaqa mahsulotlardan olganingiz yaxshiroq, chem biologikdan olgan. No, masalan, deylik, mana boya aytaylik, zavtrakda men uyda yeya olaman, oqsillar. Obedda ham balki uyga kirib yeya olarman. No, obed bilan ujin orasida menda imkon yo'q uyga kirib ovqatlanishga. Любой odamda sredniy statistika olsak. Ana o'sha odam uchun orada poldinik vaqtida obed bilan ujin orasida bir porsiya protein ichib olsangiz, juda ham zo'r решение. Bu hech qanaqa qo'rqinchli, zararli tarafi yo'q. Yana bitta narsa, protein 40 dan keyin juda ham foydali o'zi odamga. Qariyalarga ham juda foydali. Bu narsa dokazat qilingan. Men o'zi ota-onamga o'zi maslahat beraman-da, ichib yuringlar deb. Chunki baribir oqsilni dostatishni yemaydi-da. Любой odam nima qilib ko'rsin, hisoblab ko'rsin. Endi bitta o'tirib ko'p go'sht yeyishimiz mumkin, hamma ham yemaydi-da uni. Kerakli oqsillar go'shtdan. Tushunasizmi? Ko'pincha biz o'rganganmiz shu qovurilgan, visokokalorinniy qilib yeyishga go'sht yesak ham, parda pishirib yeydigan kamda, yoki balonni ham parda pishirib, tuxumni ham qaynatadigan odam. Endi u qovurilgandan keyin ozgina oqsili bor, uni indeksi sal buziladi. Qisqa javob, protein zarar emas, juda ham foydali, lekin deylik mana 140 gram protein oqsil hisoblab berdim sizga. O'sha 140 gram hammasini proteindan olish kerak emas. Deylik bir qancha 40%, 30%ni o'sha biologik proteinlardan olsangiz, 70-60% tabiiy produktdan olinganini maslahat beraman. Asosan tabiiy ekanda, mana. Albatta. Endi siz deylik, mana siz aytasiz, men 140 gram oqsilimni proteinsiz produktdan yeya olaman deysiz. Пожалуйста, protein keragi yo'q uni qisluchada. Protein o'zi bir волшебный narsa emas. Ko'pchilik shunaqa o'ylaydi. Protein ichsam qachon yo'q. Protein ichdingiz nima deylik, bir porsiya. 4 ta qaynatilgan tuxum yedingiz nima yoki 5% li tvorogdan 150 gram tvorog yedingiz nima. Bitta narsa organizmga farqi yo'q. Belok deb qabul qilaveradi uni ham, buni ham, buni ham. Faqat farqi protein tezroq parchalanadi, chunki u o'zi tayyorlab o'sha etaplardan, chiskalardan o'tkazib qo'yilgan, tezroq so'riladi organizmga. Go'sht deylik o'sha 6 soatmi, 7 soatmi so'rilsa yoki tvorog ham kazein uzoq so'riladi, 7 soatgacha hazm bo'lishi. Proteinning преимуществоsi tezroq yetib boradi mishsaga, qonga. Shunisi farqi. Og'ir ko'tarsa bo'y o'smay qoladi degan gap. Yo'q. Qanaqa gap? Yo'q, bu ham hech qanaqa ilmiy asosga ega emas. Mif. Hech qanaqa ilmiy asosga ega emas. Yana aytaman. Afsuski, haligacha ham ota-onalarni biz seleksiya qilamiz-ku. Professional bolalar bilan ishlaganimiz uchun bizga bir xil shunaqa holatlar men o'zimda ko'p bo'lgan. Yaqinda ham shunaqa случай bo'ldi. Zo'r bola topdim Toshkent shahrida. Shkaf ko'rsangiz, ishonasizmi? Yosh bolacha, 7-mi, 8-sinfda o'qiydi. 92 kilo vес, bo'yi 187 mi shunaqa. Qonni yo'q. Mishishning bola, tug'ma shunaqa genetika zo'r, tasavvur qiling. Uni qiziqib qoldim men. Yaxshi sportsmen chiqarib bo'lar ekan dedim. Ota-onasiga bor, yo'q, adasi ruxsat bermadi, ishlangiz qilmayman dedi. Amakisidan so'rash kerak dedi. Amakisi keldi trenirovkamga, kollej, Olimpiya kollej chaqirdim. Osiyo chempionlari, jahon chempionatida qatnashgan shogirdlarim trenirovka qilyapti. Master sport sborniy komandada o'sha bolalar. U bola o'tiribdi, amakisi o'tiribdi, aytayman, "Aka, mana shunaqa nima foyda meni bolamga desangiz, mana shu bolalar 17-18 yoshida o'sha kontrakt oladi, pul oladi davlatdan. Bir nechta davlatlarga poyezdkalar tekin, musobaqalarga chiqib kelyapti, o'sha respublika taniydi.
O'sha hammasi eng kam master sport bo'ladi. Sizni bolangizda ham shunaqa danniy bor dedim. Shunaqa biz azizning sababini qilib to'g'ri направлять qilsangiz, xudo xolsa 2-3 yilda sizni bolangiz ham shunaqa qatori bo'ladi desam, yaxshi dedi. Ketdi. Qisqasi nima bo'ldi? Yo'q dedi, bermaymiz. Dedushka adasi adamdan ruxsat olish kerak dedi, dedushkasi. Bobosi bilan ham gaplashdik, qarang. Mayli deb keldi, 1-2 oy keldi, ana bola действительно adashmagan bizni seleksiyada rostdan ham zo'r bola. 2 oy o'tyapti, men yana ko'ryapman, yana ham ochilyapti. Genetически одаренный bolalar bor-ku, shunaqa tez o'sadi-da o'zi. Muskullari ham tez o'sadi. Raz yo'q bo'lib qolyapti orada zalkan. Nima kelmayapsan? 1 hafta, 2 hafta o'tyapti, oyog'imni qayirib oldim, u bo'dyapti, yana oyog'ing tuzalganda nima kelmayapsan? Yo'q, oyim ruxsat bermayapti, короче. Qarang, просто жалко-da. Bitta balki olimpiskiy chempion edi shu bola, tasavvur qiling. Endi meni как trener qarashimda seleksiya jihatdan u bolani olimpiskiy chempion bo'lish uchun hech qanaqa kamchiligi yo'q edi. O'sha richaklari, oyoqlari, portlovchi kuchlari hamma tomonlama idealni bola edi. Afsuski, o'sha boyagi yomon mif bu ilmiy hech qanaqa asosga ega emas bo'y o'smasligi. Aksincha, men tajribadan aytaman sizga, mana 12 yosh bolalar keladi. Men olimpiskiy kollejdan oldin yosh bolalar bilan Bosimda ishlaganman. 11 yosh, 12 yosh bolalar keladi. Ishoning 4 oy, 5 oy trenirovka qiladi-yu, birdaniga bo'yi cho'ziladi. Mana shu narsani men juda ko'p guvohi bo'lganman. Dokazat qilingan, что og'ir atletika bo'y o'stiradigan sport turlari orasida juda yuqori statistikasi. Bo'y o'stirmaydigan emas, o'stiradigan. Nega desangiz, chunki sizda og'ir atletika mashqlarida immunni o'sha tazizdagi sizni bo'yingizni o'sishi uchun javob beradigan mishsalarni rivojlantiradi. Tushundingizmi? Chunki bizdan движениялар bilasiz-ku, rivkovoy o'tirib turasiz, shtanga bilan ko'krakni orqada yerdan tortasiz. Immunni mana shu taz mishsalari yaxshi rivojlangan hisobiga bo'y o'sishi yaxshilanar ekan. Bu narsa dokazat qilingan, shu bo'y o'stirishi. O'stirmasligi hech qanaqa ilmiy asosga ega emas. Mana ko'p sport turlarida, esa mana crossfitda ham ko'ryapmiz, to'g'ri ovqatlanish degan masala bor. Albatta. Endi to'g'ri ovqatlanish, mana aytilayotgan mahsulotlarning aksar qimmat. Aytaylik, go'sht mahsulotlari, baliq mahsulotlari ham yog'siz, qimmat. Oqsilga boylar qimmat. Men iqtisodiy jihatdan qanaqa deb o'ylaysiz? Ya'ni iqtisodiy jihatdan tayyor bo'lish kerakmi? Albatta, qarang. Bu juda to'g'ri nima qildingiz? Finansiy jihatdan bu narsa rasxod talab qiladi, lekin bu juda katta summa emas. Demoqchimanki, sport bilan shug'ullanmasdan, grija bo'lib, 30 Alloh asrasin kasal bo'ladi, doktorga boshqa joyga ham rasxod qilasiz, to'g'rimi? O'shani ozgina oqsilingizga rasxod qilib, trenirovkangizga qilsangiz shu rasxodda kelajagiga zo'r investitsiya bo'ladi sizda. Unaqa katta summa emas. Endi ras finansiy imkoniyati yo'qmi? Tuxum juda qimmat narsa emas, produkt emas masalan. Yuring kuniga deylik, mana ertalab 3-4 ta yevoraman zavtrak qaynatilgan. Tovuq grudinkasi 42 ming kilosi masalan. Bidrosi ham shunaqa. Endi eng oqsilga boy joyi bu ko'kragi bo'ladi, tovuqning grudinkasi. U yerda yog' bo'lmaydi, faqat oqsil bo'ladi. No, suxoyroq bo'ladi. Mazasida shu suxoyi foydali. Eng oqsili ko'p. Bidrosi, golinlarida ham bor, sonida ham mana bu qismlarida ham. No, u yerda yog' ham bor. Oqsili kamroq grudinka nisbatan. Aytmoqchi bo'lganim 43 ming so'm 1 kilosi. 1 kiloni bir kunda yeb qo'ymaysiz, misol boya aytgandek tuxum bor, tvorog bor, juda boyagi gretskiy yogurtlar ham. Pul tomonlama ham juda qimmat emas. Bitta porsiyasi 18 ming so'm turadi. Bitta yegangizda 33 gram oqsili bor ekan. Shu yerda bitta yaxshi moment aytib ketdingiz. Ya'ni ertaga u shu sog'lig'iga ham sarf, ham vaqt va u sog'liqni tiklash 100% degani emas-da. U majruh bo'lib qolishi mumkin. Qaytanga undan ham ko'proq pul sarflab va uni tiklash ehtimoli ham garantiya yo'q. Kamda endi. U qaytib qaysidir ishlarni qila olmaydigan darajaga tushib qolishi mumkin. O'zini funksiyasini aytaylik, uzoq o'tirib ishlaydigan odam bo'lsa, u umuman o'tirib bajara olmasligi mumkin. U nafaqat ertaga sog'lig'i ham, ertaga oilasi ham va o'zini sog'lig'iga investitsiya deyapsiz-ku. Bu qaytanga menimcha sizga arzonroq tushadi. Yana bitta tarafi, bu men boya aytgandek muskul o'stirish uchun hisoblab aytdim sizga. Bu degani, mana shuni oqsillar men aytgancha yemasangiz, trenirovka qilmang degani emas. Mayli, imkon darajada yeb ham qilvering. Sizga baribir foyda bo'laradi, chunki organizm ham qanaqa miqdorda
o'zi ishlab chiqarishlari borda hosil. Aytmoqchi bo'lganim o'sha metabolizm balandligi hisobiga sizda как minimum deylik oqsilni bera olmayapsiz kerakcha, no zato u yerda metabolizm balandligi hisobiga yog' erish jarayoni ketadi. Siz любом случае yutqizmaysiz. Именно men aytgancha yemasangiz ham, kunda borini yesangiz ham, ro'zg'orga qarab yeyolganingizcha yeb yuravering, lekin bu degan oqsil yemadim degan trenirovka qilmash kerak degan emas. Trenirovkani qilib imkon boricha yeyavering. No, boshqa foydalar baribir ko'raverasiz, boya aytgandek. Endi ya'ni o minimum darajada ham nima bo'lsa ham shu harakatda bo'lishi kerak va shuni bajarish kerak. Iloji boricha hisoblab yesa zo'r. Yo'qdan ko'ra, lekin o'sha imkon darajada yeyish kerak bo'ladi. Mana hozir bolalarda ham nima qilamiz, seleksiya qilamiz, tayyorlaymiz dedingiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-aprel kuni sportga bag'ishlangan yig'ilishida, ya'ni xalqni sog'lom turmush tarziga jalb qilish bo'yicha masala ko'tarildi. Shu yerda shu maktablarda crossfit to'garaklarni ochish bo'yicha alohida topshiriq berilgan. Maktab paytidan crossfitga shug'ullanish mana shu o'smir yoshdagi yoki o'sayotgan bolalarga qanchalik foydali va bu qanchalik kerak? Albatta. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan juda zo'r yangilik bo'ldi. Ayniqsa crossfitda yurganlar, crossfit murabbiylari uchun juda katta e'tibor, katta yangilik, sababiki endi men butun dunyoni bilmayman-u, lekin mana shu qo'shni davlatlardan oladigan bo'lsak, hech qaysi davlatda prezidenti o'zi crossfit haqida gapirmagan. Dunyoda maxsus jihoz va infratuzilma talab qilmaydigan intensiv sport mashg'ulotlari, ya'ni crossfit ommalashyapti. Crossfit degani bu nima degani? Yugurish, sakrash, egilish, turnikda tortilish kabi oddiy jismoniy mashqlarni ketma-ket bajarish. Qurambayev, Sadullayev, Ikramov hokimlar bilan yettalik trener va sog'lom hayot volontyorlari odamlarni fitness bilan shug'ullanishga jalb qilish zarur. E'zoza Karimova, Azim Husanov, Ikramov hokimlar 1-maygacha barcha maktab va texnikumlarda crossfit bo'yicha to'garaklar tashkil qilsin. Ikramov, Qurambayev, Sadullayev kelgusi yildan crossfitni 5 tashabbus tizimiga kiritsin. Endi qaysi mahallada sport qamrovi oshib, aholining salomatligi yaxshilansa, yurak, qon tomir, diabet bilan kasallanish ko'rsatishi kamaysa, volontyorga, mahalla raisiga yil yakuni bilan 15 million so'mgacha mukofot puli beramiz. Ushbu mahallada ommaviy sportga mas'ul trenerga 200% gacha oylik ustma to'lanadi. Bu juda ham quvontirdi. Shaxsan men juda ham xursand bo'ldim. Men qatori juda ko'p o'sha CrossFit federatsiyasi xodimlari, boshqa murabbiylar bu juda qattiq motivatsiya berdi bizga. To'g'risini aytaman. Endi keyingi savolingiz bu qanaqa foydasi desangiz, maktabda CrossFitni joriy qilish juda zo'r. Hech qanaqa zarari yo'q, boya aytganimdek, foydasi juda ham ko'p. Sababi o'sha maktab o'quvchilarining chaqqonligi, epchilligi, podvijnisi, sustavlari, muskullari rivojlanishi yoki o'sha crossfitda jalb qiladi. O'sha crossfit sport turidan o'zini xohlagan olimpiyskiy sport turiga tanlab ketish ehtimoli bo'ladi. Tushunasizmi? Yaxshi baza ham bo'ladi. Da, zo'r baza bo'ladi. Deylik, crossfit qilib yuribsiz. Ras sizni ko'ryapti, deylik bir og'ir atletika murabbiy, sizda og'ir atletika crossfitdacha zo'r o'xshayapti. Sizni yaxshi tortib olib, yaxshi og'ir atletikacha qilish mumkin. Yoki boya aytgandek, gimnastikiy mashqlar sizda zo'r bo'lyapti, deylik, turniklar, отжиманиялар, yerga tayanib yurishlar, masalan. Sizni balki bitta yaxshi gimnast trener ko'rib, gimnastikaga olib ketishi mumkin. Siz professional gimnast bo'lib, balki olimpiya chempion bo'lib ketarsiz. Aytmoqchi bo'lganim, shu taraflama umumiy bazaviy bo'lgani uchun zo'r fundament hisoblanadi. Yoki lehko atletikaga balki zo'r suzuvchi bo'lib ketarsiz crossfit orqasida. Shuning uchun faqat foydalari bor. Maktabda sog'lom eng kamida o'sha bizning kelajagimizda bolalarimiz sog'lom bolalar bo'ladi, chunki crossfit odamni fizически juda ham ukreplaydi, juda ham mustahkamlaydi fizikasini. Vыносливости bo'lsin, muskullari bo'lsin, chidamkorligi bo'lsin. Shuning uchun bu juda ham foyda va juda ham yaxshi targ'ibot bo'ldi maktablarda joriy qilinishi. O'zi murabbiylarimiz qanaqa, yetarlimi? Murabbiylarda kamchiliklar crossfitda menimcha viloyatlarda bor. Toshkentda menimcha yetadi. Ko'p bo'lsa zarar qilmaydi Toshkentga. Viloyatlarda hali endi mana
xudo xohlasa muhtaram prezidentimizni o'sha tashabbuslaridan keyin o'sha viloyatda ham qiziqishlar ortdi. Shaxsan meni o'zimga juda ko'p tanishlarim telefon qildi. O'sha boshqa sport turlaridagi viloyatlardan tanishlar shu ochmoqchi biza qayerda o'qiladi, crossfitlik trenerga nima qilish kerak bo'lish uchun, crossfit zal ochish uchun degan murojaatlar juda ko'p meni o'zimga nechta yozdi. Endi menga emas, o'sha crossfit federatsiyasiga yozganlar qancha. Endi sekin-sekin menimcha xudo xolisa mana o'sha trenerlikka o'qitadi. Crossfit federatsiyasida kurslar bor. Sizda crossfit sport turidan trener qilib tayyorlab sertifikat beradi. Ana ular xudo xolisa jarayonga ketyapti. Menimcha bundan buyog'iga viloyatlarda ham trenerlar ko'payadi xudo xolisa. 10 mingta maktab bor-da. Bu degani kamida yarimiga ochilgan taqdirda ham 4-5 ming crossfit mutaxassis kerak deganda. Prezidentimiz tashabbusidan keyin menimcha bu masalalar ko'rib chiqiladi albatta. Murabbiylar tayyorlashda mana qiziqqan odamlar bo'lishi mumkin viloyatlarda. Biz ko'rib turgan nimalarda u aytaylik shtangisi bo'lishi mumkin yoki yengil atletika murabbiy, boshqa sport. Balki u suzuvchi bo'lishi mumkin. Umumiy jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lishi mumkin. Universitetlar bitirgan boshqa. Ular ham qanchadir kursda o'qib shu bo'yicha mutaxassis bo'lishi mumkinmi? O'sha shu savol bilan menga ko'p eski sportchi tanishlar, shu sport shkolada o'qiganimizda, fizkultura institutida tanishlar juda ko'p aloqaga chiqdi-da. Albatta o'sha CrossFit funksional ko'p kurash federatsiyasi bor. Shunaqa nomlanadi, funksional ko'p kurash federatsiyasi. O'sha yerda murojaat qilinsa, ularning Instagram sahifalari, kontaktlari, hamma narsasi bor. Ular именно o'sha boya siz aytgandek sport qaysidir jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lsin, balki bir kurashchidir, gimnastdir, xuddi menga shunaqa boshqa sport turidagi tanishlarim murojaat qildi. O'shalarni o'qitib, murabbiy degan, o'sha funksional sport ko'p kurashdan murabbiy degan sertifikat beriladi. 3 oy davomidami, adashmasam, ma'lumot berishadi aloqaga chiqishsa. Keyin o'sha crossfit bilan keyin shug'ullanish. O'sha jarayonda nafaqat murabbiylik, o'zi crossfitda ham o'rgatadi, faqat murabbiylikni emas, plan tuzish, qanaqa ishlash o'sha kelganlar bilan. Keyin ular yoshlarga o'rgatish. Albatta. Kuzatuvchilarimizga endi bizdek eng katta muammo ortiqcha vazni bor insonlar hammasi biladi, shu trenirovka qilish kerak, boshlash kerak. Muammo shundaki, birdaniga katta nastroylar qiladi-da. Shu ambitsiyasi juda ham katta bo'lgani uchun u har safar boshlamasdan orqaga tashab yuraveradi sportda. Eng oson yo'li любой shu crossfit bo'ladimi, boksmi, qaysidir sizga eng yaqin zalni topish kerak. Juda menga zal keladi-da odamlar. Kelganda plankalar juda balandda, unaqa 50 ta savolda. Men aytaman, siz prosta keling, bitta toza oyoq kiying, bitta shorti, bitta futbolka oling, bo'ldi, bitta sochini olib, kelib sekin-sekin harakatda boshlang. Bu savollar keyin beraverasiz 50 ta savolingizni. Birinchi qadam tashlash kerak. Muammo shunda, aka, men juda ko'p kuzatyapman. Nima uchun bizdan odamlar boshla olmaydi? Juda katta plankalar qo'yib oladi. 2 oyda ozamanmi, 1 oyda ozamanmi, 5 oyda ozamanmi, necha kilo tashiyman? Unaqa savollar kerak emas. Siz bismillah deb prosta uyingizga eng yaqin zalga chiqib boshlang. Qolgani protsessda ko'rinaveradi. Necha oyda tashlamoqchisan, yo shu sport yoqyaptimi, balki o'z zalni o'zgartirasanmi, murabbiyni o'zgartirasanmi, sport turini o'zgartirasan. Demoqchi bo'lganim, birinchi qadamni qo'yib olish kerak. Kelganingiz uchun katta rahmat. Sizlarga Juda taklif. yaxshi, mazmunli suhbat bo'ldi, Musulmon aka. Rahmat sizga ham. Hurmatli tomoshabinlar, mana to'g'ri aytayaptilar. Men 100% gapingizga qo'shilaman. Eng muhimi boshlab olish. Hamma boshlash uchun bitta qulay vaqtni kutadi-da. Men bolam maktabga chiqsin, boshqa qilsin deb u qulay vaqt hech qachon kelmaydi. U ayniqsa yosh o'tgan sari qulay vaqt kelishi qiyinlashib ketaveradi. Bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Albatta sportni boshlang.